Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hozir Dang'araga jo'natgan 35 kilovatlik kotelimiz o'rnatilgan joyni ko'rsatib, kotelda yoqish jarayonlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir biz bu ko'mir o'zimiz olib kelganmiz. Yaxshi sifatli ko'mirdan. Hozir shu ko'mirlarda yoqib ko'rsatib beramiz. Hozir sizlarga obyektni bir ko'rsatib o'taman. Kimga kotel xizmatlari va montaj xizmatlari kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 300 kvadrat bog'cha. To'liq 300 kvadrat bog'cha. Hozir 300 chaqmoq ekonom 35 kotelimizdan xarid qilishgan. Hozir mana ko'mirlar olib kelib tushirilyapti. Yurak ichki cho'g'larga Tamam, Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizlar? Kotel qaysi tarafga o'rnatilgan? Ichkariga? nima? Kotel. Turibdi. Yo'l boshladi. Ha, bo'ldi hozir. Mana joyimiz ozgina tor bo'lib qolgan ekan. Shu joy masalasi bo'yicha ham agar kotel qo'yishni rejalashtirib turganlar murojaat qilsalaring, qaysi koteldan tanlashlaringga qarab, ko'mirlaringga qarab kotel tanlanadi. Agar irik mayda ko'mir aralash yoqadigan bo'lsalaring, pol avtomat kotellar, agar mayda hoka yo bo'lmasa o'sha semichka deyiladi, shu ko'mirlardan yoqiladigan bo'lsa, avtomat kotellar tavsiya qilinadi. Shunga qarab keyin joy tayyorlasa bo'ladi. Hozir siz pol avtomat kotelga yarasha joy tayyorlab qo'ysiz, keyin avtomat kotel umuman sig'maydi. Keyin demoxodlarimiz azbest bilan chiqib ketsa ham bo'ladi. Temir truba bo'lsa bo'lmaydi, sababi unda terlash hosil bo'lib ichkariga suv oqadi. O'sha uchun o'shani hisobini qilib ya azbest qo'yish kerak yo o'sha o'zini bazaltlik demoxodi bor, o'shandan qo'yish kerak. Yo'q. Keyin kotelni orqasida qurumlar to'kilganda tozalash uchun maxsus joyi bor. E'tibor berib tozalab turasizlar. Sababi bu yer to'lib qolgandan keyin gradus ko'tarmay qoladi, yonish qiyin bo'ladi. Shuni hisobiga u yerlari tozalab turiladi. Keyin mana bunkerlarga 150 kilogacha bemalol ko'mir sig'oradi. Ozgina noqulaylik bo'lyapti. Niyalarimiz gradusda taroslab qo'yiladi. O'zingiz xohlagan gradusga. Misol 70. Mana hozirgi vaqtda 70-75 ga qo'yishyapti. Ko'p jo'natlarimiz shu holatga qo'yilgandan keyin ko'mirni surish va to'xtash vaqtini har bir uyga ko'mir surish va to'xtash vaqti har bir uyga alohida mo'ljallanadi. Chunki tepla batarya hamma uyda har xil bo'lganligi uchun bitta me'yor bas uni mana vaqtga qo'yasiz deyish bo'lmaydi. Sababi hamma uyda har xil qo'yiladi, ozgina farqi bo'ladi. Umumiy o'chirib yoqish uchun, bu ko'mirni majburan surib berish uchun, tezlatish uchun bu veltinatorda legrovkasi bo'ladi. Lekin yaxshi xizmat qilsa bo'ladigan darajada joy bor. Ozgina tor bo'lib qolgan, lekin yaxshi bo'ladi. Veltinatorimiz 130 vatlik yangi Xitoy veltinator bo'ladi. Motorlarimiz двойной reduktor 220 motor qo'yilgan. Bemalol qattiq ko'mirlarni ham sindirib o'tib ketaveradi. Keyin yana bir narsa, bizning kotellarda boshqa kotellardan ham farqi, yonida eshikchasi bor, tepadan tushgan qurumlar to'kiladi, keyin to'lib qoladi. Shuni o'zimizning klientlarimiz agar yo bizning kotelga o'xshash shunaqa kotel olishgan bo'lsa, aytib o'tamiz, shu yerini tozalab turishlaring kerak. Sababi bu yerga e'tibor bermay qolishyapti. Endi boshqa kotellar ko'rsa bunaqa joyi yo'q, o'shaning uchun tozalab bag'dan chiqib ketaveradi deb o'ylashyapti. Bunaqa emas, alohida bo'ladi bu tarafi. Hozir bu kotelimiz chugun emas, temir garelka qo'yilgan ekan. Aziz yurtdoshlar, kotelni shiniga e'tibor berasizlar. Kotelni shiniga 6 lik listdan, xuddi zavodskoydagidek yasalgan va o'qlari polni prutdan turbadan emas.
Shuni hisobiga qattiq ko'mirlarni ham sindirganda chinakam eshilib ketmaydi, o'qi eshilmaydi. Bemalol yaxshi xizmat qilib beraveradi. Yana shunaqa qo'shimcha foydali ma'lumotlarni olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Va bizni kuzatishda davom etinglar. Videoga bitta like bosib qo'yinglar. Qog'oz bo'lsa ustiga o'tin sovorasizlar. Bo'ldi. Mana o'zlaring moslab olishlaring mumkin. Ko'mir surish to'xtash vaqtini. Hozir boshiga o'sha ko'proq suradigan qilib turilibdi, sababi tezroq ko'mir chiqib oladi. O'zgartirganda ham bitta o'chirib yoqib yuborish kerak. Nimaga ishlamayapti turganiga ko'ra. Ichkari hozir 74 gradusga qo'yib qo'yildi. 75 ga chiqqanda o'chadi. Yo 74 o'zida o'chyaptimi? 74. 3 plus minusi bilan o'chib ishlaydi. Hozir 9 gradus turibdi. Faqat ko'mir surishni hozir ko'paytirib qo'yildi. O'tinimizcha maydalayveradigan ekan o'zi. Joyimiz ham jicha tortib qo'yilgan ekanda. O'zi boshlanyapti. Ta'lim o'tinlar hozir irikroq girmaydi, qilib olinsa tezda qalashadi. Yo'qib olishimiz qiyin bo'lmaydi. Bunaqasiga qo'yishga sig'madim. Bunaqasi. Bemalolarim bor ekan. Akadan so'rang. Yondimi? Harakat yo'limizni yonish jarayoni. Mana o'zi o't boshlandi. Hozir o'tan riroq ekan, qop sovorildi. Qog'oz sovorildi, suvdan sovordik. Yonish boshlangan. Videolarga like bosib o'ramiz. Ko'proq ko'rsin. Yo'q jarayoni. Gradus ko'tarilib boshladi yonishni. Agar hozir temir yo boshqa bo'lganda ko'rsatib berardim, o'zi men tashqariga issiqlik chiqib ketmaydi, anchagina qolganlarga 300 kvadrat maydonda isitish uchun tanishlaringda bo'lsa, necha kilogramm rasxod qilyapti aytib o'tib ketsalang, buni ham keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz, necha kilo rasxod qilayotganligini. Bir taxminan 60 kilo atrofida rasxod bo'ladi, rasxod bo'lganda. Sababi o'sha ekonom variantidan bo'lgan, katta yo'limiz. Gradus o'zi sirasi ko'taryapti, endi yonib boshladi. Ko'pchilik katta yo'llar istalmaganligi uchun yo bo'lmasa qarash vaqti juda noqulay bo'lganligi uchun hozir surishtirib netib katta yo'l olishyapti. Bizlar aytishyapti, mahalladoshlarimiz olamiz deb turishdi deb. Mana hozir katta yo'lga yoqib beryapmiz.
o'zi bir kenglikka ishlatishgandan seziladi. Nijniy liniya yo'llarimiz bor, ularga ham bir sutkada 2 marta qaraladi xolos. Bunga hozir bitta to'ldirilsa, o'rtacha holatda 2 sutka, 3 sutkagacha bemalol yonaveradi. Baribir qarab turish kerak bo'ladi. Aytaylik o'sha qurimlar to'lgan, to'lmaganligi. Keyin orqadagi tozalov joylarimiz, bu yoqlar dimoxod past bo'lmaganligiga qarab turiladi baribir. Sababi ular to'lib qolsa, katta yo'l yaxshi yonmay, yaxshi isitmay qoladi, gradusga olib chiqmay qoladi. Hozir bu 74 gradusga qo'yilgan, 74 gacha bemalol ko'tarib, o'shanda o'chadi. Ko'mirimiz nima ko'mirda ekan? Siberko ko'mirdan olib kelingan. Quruq yaxshi. Ham bu bunkerga yopish olmaydi. Angren ko'mir bo'lsa yopishadi, keyin rasxodi baribir ko'p bo'lganligi uchun pulda katta farq qilmaydi. O'zi daryoda mana 14 gradusga olib chiqib oldi. Keyin montajlar haqida ham maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversa, joylarini hisoblab, montajlarda ham o'zimiz tajribali ustalar borib, qilib, katta yo'lgacha o'rnatib, yoqib, kerak bo'lsa ko'mirgacha yetkazib berilaveradi bemalol. Agar tanishlaringda yo o'zlaringda katta yo'l bo'lsa, rasxodini aytib ketsalaring yaxshi bo'ladi. Biz ham rasxodlarni qo'yib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Bittalar bilan qo'llab turinglar. Mana hozir ichkari bog'chani ichini ko'rsatib o'tamiz. Kirishga ikkita qo'yilgan batareya. Ichkarilarga o'sha har bir derazani tagiga o'sha 1.20 dan qo'yilgan. Sezonda kutib qolganlar yozda harakat qiladi. Sezonda o'zimizda ham ochilib, bir oy bo'lib ketdi-da. Bir oy ochilam bo'lib ketdi. Xonada deraza yo'q ekan, hozir bitta qo'yilibdi. Bu kattaroq xonalik uchun ikkita qo'yib olingan. Xonalarning holatini ko'rib turibsizlar. Keyingi videolarda shu hozir solgan ko'rimimiz ikki qop soldik. Shularni video qilib o'tamiz keyin. Mana shu qo'yilgan kattaroqlik uchun. Kuzatishda davom etinglar. Mana hozir uylomning holati yaxshi. Uyni, nimani, bog'chani derazalari o'rta darajada ko'p emas. Rasxodlarini aytib o'tamiz keyingi videolarda. Keyin katta yo'l tayyorlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak deyapti. Ko'pchilik e'tibor beriladigan. Iloji boricha plyonli bo'lishi kerak, katta yo'l. Plyonli bo'lsa, ichkarida turganda ham shayda isitishga ketadigan o'zini issiqligi ichkarida qoladi aytsak. Shuni hisobiga ham aytsak, bitta rasxodga farq beradi. Misol uchun o'ynasa, litr holatda 1 milliongacha raznisda o'ynaydi. Keyin agar avtomat yo'l olganimizda iloji boricha bunkerni kattaroq olishimiz kerak. Sababi agar 100 kg sig'adigan bo'lsa, kamlik qilib qoladi. Yana motorlarga va reduktorlarga e'tibor beramiz. Sababi agar bitta reduktorga do'rning motor qo'yiladigan bo'lsa, anchagina nozik bo'lib qoladi. Kiralish bo'lsa, kuyish holati bo'lyapti, o'zimizga aloqaga chiqishyapti. Shuning uchun iloji boricha do'rning reduktor 220 motor qo'yilsa, yo bitta reduktorga 220 motor qo'yilsa ham bo'laveradi. Tezroq bo'laveradi. Hozir necha minut bo'lib qoldi? 6 minut bo'lib qoldi mana. Gradus 24 ga chiqib 9 gradusda turadi. Yonishni ko'rishadi. Joy to'g'rilikcha ko'rsatish bilan qulay bo'lib ketyapti. Shunday joyigacha kengroq tashlayverasiz. Aziz kuzatuvchilar, videoga like bosib turamiz, ko'proq odam ko'rsa, iloji foydaliroq bo'ladi. Keyin garelkani ham o'zi asli ko'proq tushunib tavsiya qilamiz. Bu ham $100 razmisi beradi, lekin tugun bo'lsa, ishlash muddati uzoqroq bo'ladi. Keyin dimoxodimiz. Shahar biz yoki o'zini uchun minimetar bilan o'ralgan dimoxodidan qo'yish kerak va balandligini iloji boricha 6-7 metr qo'yish kerak. Aka, dimoxod necha metr qo'yildi? 3,5. Zichcha past bo'lib qolibdi. Ha, iloji boricha 6 metr, 7 metr qo'yish kerak. Agar qo'shib qo'yishda iloji bo'lsa, qo'shib qo'ying, keyinroq bo'lsa. Katta yo'l tortish ancha yaxshi tortadi-da. Tagiga siratli turib olibdi. Yo'q, jarayonlar ko'rdilaringiz oddiygina.
Noqulay yo'q. Rohib o'tirlar endi. Ko'p ham xuddi shunaqa balandlikda yana. Havo o'zi o'tirmayapti gapga. Kimga ekonomik yo'llar, xavfsiz yo'llar kerak bo'lsa, chaqmoq ekonomik yo'llariga bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki muhim taqoz beriladi. Gradus ko'rsatib ko'tarishni ko'ryapsizlar, 2 minutda yana 29 ga chiqib bo'ldi. Yaxshi tez ko'taryapti. Ustida bemalol nimasi yo'q. Metr bo'lganligi uchun sol ichib ketayotgani yo'q. Timoxov turib ana ushlab turibman. Kuyar kuymas bo'ladi. Men qo'lim kuymayapti deganimga hali bir xil ushlab kuyapti deydi. Kuyar kuymas holatda. Bunda 200 gradus tashqariga chiqib ketmaydi. Yani o'rtadan bo'ladi. 200 gradus tashqariga chiqib ketmaydi, 150 gradus chiqib ketmaydi. Chiqsa 70-80 gradus. 80 ga bormaydi. 60-70 gradus chiqadi. Qo'l kuyar kuymas holatda bo'ladi. Shuni hisobiga ham ekonom bo'ladi. Orqada o'sha hozir katyolimiz ham gorizontalni yuradi. O't yo'l yurgandan keyin pastga to'liq tushadi. Keyin tuyaga chiqib, keyin tashqariga chiqib ketadi. Aziz kuzatuvchilar, like bosamiz bitta. Fakat yo'lga yonishiga baho beramiz. Garakalarimiz temir 8 lik listdan yasalgan garakalar. Rasxoti bo'yicha zavodskidan ham ekonomroq bo'ladi. Sababi shu demoxotini xohlagan katyollarga bemalol solishtirishingiz mumkin. O'lchasangiz 70-80 gacha chiqsa ham, boshqa katyollarda misol uchun 150-200 gradusgacha chiqib ketishi mumkin. O'ttiz ikki bo'ldi. Temperatur bo'lish kerak-da, teshib qoqib qo'yish kerak. Orqaga bundan tez ko'rasiz. Elektrikga bo'ladi. Temperatur bo'ladi. 32. Osmon yonganiga bo'lgan bo'lsa 7-8 minut bo'lib qoldi. 33. Ha. Gradusni nimadan hisob qo'yiladi? Mayda shu pullar yig'ilishiga qarab tozalab ketmoqchi shuning uchun. Noqulgan yo'q ekan. Hozir o'ylashgan ko'mir bilan keldik. 500 kilo zarar deyishadi, shu 500 kilo keladi. O'rasini beraylik. Kaltaroq turechi yo'qmi ekan? Har to'g'risi bo'lmasa, o'ta to'lib ketgan o'xshaydi. Tabu. Katyonimizda hamma joy iloji boricha hisob-kitobli ekonomlikka, xavfsizlikka e'tibor berilgan. Go'shalar ham temirga qo'yilgan. Sababi yerimizda ozgina erish holat bo'lsa, havo aylangandan keyin bunkerga o'tib ketib qoladi. O'zbekiston bo'yicha butkul katyol o'rnatish, montaj bo'yicha murojaat qilaversa, qayda bo'lsa Buxorodami, Qoraqalpog'istondan borib xizmat ko'rsatib beriladi. Hozir mana taxminan 15 minutlar bo'lyapti. Katyol rosmani yonganiga. Gradus mana 41 gradusda turibdi. Yoqqani yoqishni boshlab turganimizda 9 gradusda turadi.
Aziz yurtdoshlar, ekonomik tadbirlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Yaxshi. Demak, xona. Temir bo'lganligi uchun qiziydi. O'sha 70 gradus bo'lsa ham qo'l kuyib qiymat bo'ladi. Agar ochiq bo'lsa, bemalol ushlasangiz kuydirmaydigan bo'ladi. Biraz bu taraf. Gradusimiz 43 gradusga chiqadi. Yana kuzga kelib, katyolni kutib, qachon bo'ladi, nima bo'ladi deguncha, agar mana yonishlarni ko'rib, rasxodlarni bilib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Nalichida ham katyollarimiz bor, keyin zakazga aytgan katyollarni tayyorlab ham berilaveradi. Sezonda hammada kutish bo'lib qoldi. Bir oylab ochilib kutish bo'ldi. O'shaning uchun juda vaqtliroq harakat qilinsa, shunaqa kutish holatlar bo'lmaydi. Ham ko'rib bilib olishingiz mumkin. Bemalol o'rnatilgan joylarni ham ko'rsataveradi, borini ham ko'raveradi, rasxodlarni mana video qilib chiqarib berib turaveradi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi dastavkamiz Furqat tumaniga bo'ladi. Hozir katta yo'limiz tayyor, yuklab qo'yilgan. Hozirda ko'mir tushirib yoqib, endi Furqat tumaniga borib katta yo'l tashlab ketishimiz kerak. Nijniga katta yo'l bo'ladi. Keyingi katta yo'limiz. Katta yo'limiz qo'l avtomat deyiladi. Graduslarni o'zi rostlaydi, faqat ko'mirni ertalab kechqurun kimga ham solib turish kerak bo'ladi. Agar svet bo'lmagan holatda bitta regulyatorni tagini qo'yib, eshikni ochilib yopilishini hisobiga katta yo'l bemalol ishlab beraveradi. Samotor sistema, ochiq sistema, yopiq sistema bemalol ishlab beraveradi. Komplektida shu ventilyatori, tozalash turagi va boshqa nominiyasi bo'ladi. Burchaklari xuddi zavodskiydagi bo'ladi. Hozir eshikni ocholmas ekanmiz. Chugunlari, o'sha orqalari ochiladi. Ikkita chugun qimlab turadi. Shuna tozalash joylariga ham hamma narsasiga iloji boricha ahamiyat berilgan. Ovoragarchilik bo'lmasligi, qarashga noqulay bo'lmasligi uchun mana buni ochishimiz qulay. Oddiy bolt emas. Qulay tozalanaveradi va yetarlicha bu yerda joy tashalgan. Yana ham katta qilib tashlab berilaveradi agar kamroq qarab qolaman deydiganlar uchun. Kimga sifatli ekonomik kataloglar kerak bo'lsa va montaj xizmatlari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Sifatli va vaqtida O'zbekiston bilan xizmat ko'rsatib, kataloglarni yetkazib beradi. Katalogimiz 150 kvadrat issish uchun mo'ljallangan. Chaqmoq ekonom 15 katalogimiz. Nijniy garina shu pastdan yonadi. Buni ham yonishlarni bizni kuzatib, obuna bo'lib kuzatib borsalaring, keyingi videolarda shu yonishlarni ham to'liq qo'yamiz. Bu yerda o't pastga yoqib olinadi ichidan. Keyin ustidan ko'mir tashlaveradi, yonib chiqaveradi. Shuni hisobiga ustiga yana qayta zapravka qilinaveradi. 150 kvadratgacha bemalol istaveradi, katalog qiynalmasdan ishlaydi. Aytgan gradusingizga bemalol olib chiqadi. Angiren ko'mirda hokasiga ham bemalol gradus ko'tarib beraveradi. Bog'chani tashqi holati. Bizga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun katalog haqida, montaj haqida foydali videolarni chiqarishda davom etamiz.